Assalamualaikum dostlar. Bishkek shahri 2022-yil Aziya o'yinlarining tanlovli alqog'ida Qirg'iziston qurmay komandasi bilan Singapur qurmay komandasining futbollik betleshi. Bugun biz Jalol Mirzayev atындагы stadionda turamiz. Bugun menimcha Singapur o'tadi. Qirg'iziston o'tadi, конечно. Qirg'iziston o'tadi dedi. Agar Singapur o'tib olsa, sen menga iPhone 13 olib berasan. Agar Qirg'iziston o'tib olsa, men senga iPhone 13 olib beraman. Ketdikmi? Ketdik dostlar. iPhone 13 uchun Meldesh. Qirg'iz Respublikasining prezidenti Sadir Japarov futbolga keldi. Oo! Canım bu iPhone bulup gitti mi? Rana что ли? Gelsin! 122 golü geldi.
Бул жөн эле пранк болчу достор, пранк.